Agarda bronzerni mana bunday usulda sursangiz, bronzeringizni pastga qarab расшивать qilib olsangiz, yuzingizni ham qari ko'rsatadi, ham yuzingizni osilishga olib keladi. Bronzeringizni qulog'ingizni boshlanish qismidan hamda labingizni markaz qismidan surib olsangiz, surib olgan bronzeringizni tepaga qarab расшивать qilib olsangiz, yuzingizga ham lifting effekt berasiz, ham yuzingizni yosh ko'rsatadi. Bronzerni shu liniya bilan sursangiz, bronzeringizni peshonadan pastga qarab расшивать qilsangiz, yuzingizni osilishiga olib keladi. Bronzerni qoshingizdan peshanangiz tepasiga qarab surib olsangiz, bronzeringizni tepaga qarab расшивать qilib olsangiz, yuzingizni yosh ko'rsatadi. Rumyanani bu usulda surib olsangiz, rumyanani shu usulda расшивать qilib olsangiz, ham yuzingizni katta qilib ko'rsatadi, ham yuzingizni qari qilib ko'rsatadi. Rumyanani tepaga qarab sursangiz, rumyanani tepaga qarab расшивать qilib olsangiz, ham yuzingizni yosh ko'rsatadi, ham yuzingizga lifting effekt beradi. Highlighterni bu usulda hamda bu usulda sursangiz, highlighterni shu usulda расшивать qilib olsangiz, qovog'ingizni osilishiga olib keladi, hamda yuzingizni qari ko'rsatadi. Highlighterni skuvingizdan tepaga qarab, hamda qoshingizni tugash qismiga qarab surib olsangiz, highlighterni shu usulda расшивать qilib olsangiz, yuzingizga lifting effekt berib, qoshingizni yana ham ko'tarib ko'rsatadi. Pudrani полный yuzingizga surib olsangiz, yuzingizni qari ko'rsatadi. Pudrani olib, uni qoqib tashlab, skuvingizdan pastga qarab surib olsangiz, hamda uni shu usulda расшивать qilib olsangiz, yosh ko'rsatadi. Yosh ko'rsatadi, qari ko'rsatadi. Bo'yanishni bilmaydigan o'rtog'ingizga bu videoni yuborib qo'ying. Bo'yanish sirlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga подписка bo'ling.